Biz Andijon shahar kasbiy ko'nikmalar markazi payvandchilik yo'nalishi o'quvchilarimiz, tinglovchilarimiz biz bu o'quv markaziga kelishimizdan oldin svarka, ya'ni payvandlash haqida hech qanaqa bir taassurot yoki fikrimiz yoki qo'limizdan keladigan malakamiz yo'q edi. Boshda kelganda bular ikkita armaturani bir-biriga payvand qilishni bilmardi. Hozir bemalol ishani mana tonnalab yuk ko'taradigan naveslarni qilishyapti. Bu yerda domlamiz boshchiligida ko'rib turgan profillarni to'qib, svarka payvandchilik yo'nalishida o'zimizni malakamizni oshirib, kelib bu yerda ancha ko'nikmalarni oshirdik va shu yerga kelib buni o'rnatib, Xudo xolasa ko'taryapmiz. Bu yerga kelganimizdan keyin domlamiz ustozimiz boshchiligida svarkani, ya'ni payvandlashda MMA usulini, TIG usulini o'rganish jarayonidamiz. Hozir amaliyotga kelganmiz. Mukammal servisga bu yerda ham ancha-muncha ko'nikmalarni oshirib boryapmiz. Kasbiy ko'nikmalar markazi ma'muriyatiga va domlamizga juda rahmat aytamiz.